Assalomu alaykum hammaga. Mana shunagimizga ham boshlab oldik. Fotochkasini materialni olib kelishdi. Ko'rmaganlarga eslatma. Bu shinagimiz granulani maydalaydigan stanokniki 2 bo'lak bo'lib ketgan. Shuni yangidan taxlashimiz kerak. Bu Kanixki. Boshlang'ich glubina diametri 83. Bu yoqacha kelib 116 bo'lgan, keyin yana pastga tushib Kanixki ketgan. Fotochkasini qilib bo'lgandan keyin nasib bo'lsa xudo xolasa rezbasini boshlaymiz. Valimiz 1,5 metr. Diametri 125 bo'ladi. 130 lik kruglakdan обработка qilyapman. Chernovoy fotochkasi ham bo'ldi. Endi выход rezba joyini ochib olamiz. Chistovoy fotochka. Rezba prоход joylari ham ochib oling. Programmasini ham tayyorlab oling. Chistovoy fotochkasidan keyin xudo xolasa rezbasini qo'yib boramiz. Uzun detal bo'lgani uchun ham 2 xil konus bo'lgani uchun bu yerdan yarim qilib ochamiz. Lekin rezbasi nasib bo'lsa bitta liniyaga bo'ladi. Rezba ochishni ham boshlab yubordik. Detalimiz silishkim uzun bo'lgani uchun qism-qismga bo'lib rezbasini chiqarishga to'g'ri keladi. Purchase your tracks today. İkinci paraxodimizni ham boshlab oldik. 670 mm uzunlikka konus bo'ladi. Rezbani glubinasi. Dalishi 855 primoy. Undan u yog'i уже 1,5 metr yana konus bo'ladi. Xudo xolasa ikkinchi paraxodni ham mana boshlab oldik. Buni bitkazganimizdan keyin keyingi konus joyiga o'tib olamiz.